Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bugungi Qurbon hayitlaring bilan tabriklaymiz. Mana bayram bo'lishiga qaramasdan bizda ishlarimiz davom etibdi. Mana biz Cobalt'ni o'zini kalmukalarni olib tashib, Delaudio degan kalonkadan qo'yapmiz. Chiqarishlari zo'r, o'zinikidan ancha kuchli. Buni 500 litr ham qo'yib maza qilib eshitsalaring bo'ladi. 3 litrdan bemalol ko'taradi agar 3 litr ham qo'yaman desalaring. Chunki bu 165 vattgacha ko'taradi. Ishlashlari zo'r. Mana o'sha nimalari ham yaxshi, kачественный holatda chiqarilgan. Bu ham akustikniy, ham bas beradigan kolonka. Xudo xolasa shuni mana Cobalt'ga qo'yapmiz. Ikkita oldi eshigiga faqat, narigi eshigiga qo'yib bo'ldik. Hozir bu eshigiga qo'yish jarayonlari ketyapti. Xudo xolasa yig'ilgandan keyin ko'rsatamiz.